Bugun biz Aman School xususiy maktabida may oyida kitobxonlik tanlovida qatnashib, g'olib bo'lgan o'quvchilarimizni taqdirlab olamiz. 7-A sinf o'quvchisi Uskenov Sarvarbek, sizni tabriklaymiz. Rahmat. Sarvarbek, qaysi kitobni o'qidingiz? Men Alg'on yelkanlar kitobini o'qidim. Uni muallifi Alexander Green. Yaxshi, sayaqtimi bu kitob nechta taassurotlarga ega bo'ldingiz? Buni taassurotlarim asolini nalari taqdiridim ne zo'r bo'ldi. Uni Arthur Gray degan bala olib ketdi o'zini Alg'on yelkanlarida. Kitob o'qishda davom etamizmi? Ava. Yaxshi. Biznes 1 fakulteti o'quvchisi Tojiboyev Asilbek, tabriklaymiz sizni. Asilbek, qaysi kitobni o'qidingiz? Alexander Green'ni Alg'on yelkanlari kitobini o'qidim. Yoqdimi bu kitob sizga? Taassurotlaringizni aytasizmi? Bu kitob sarguzashtlarga boy va qiziqarli kitob ekan. 5-A sinf o'quvchisi Rahimova xonimjon, sizni tabriklaymiz. Rahmat. Qaysi kitobni o'qigandingiz? Alexander Green'ni Alg'on yelkanlar degan kitobini o'qigandim. Sizga yoqdimi bu kitob? Ha. Nima o'rgandingiz bu kitobdan? Qiziqarli ekan bu kitob. Shundan men taassurotlarga boy, sarguzashtlarga boy narsalarni o'rgandim. Молодец, tabriklaymiz sizni. 3-A sinf o'quvchisi Farhodov Ahmadjon, sizni tabriklaymiz. Ahmadjon, qaysi kitobni o'qidingiz? Mustafa Arabchini Nikola Tesla kitobini o'qidim. Bu kitob sizga yoqdimi? Ava, zo'r ekan. Nechta taassurotlarga ega bo'ldingiz? Bu kitob qiziqarli va sarguzashtlarga boy kitob ekan. Yaxshi, harakatda davom eting yana. 7-A sinf o'quvchisi Bobojonov Abdulazizni tabriklaymiz. Rahmat. Siz qaysi kitobni o'qidingiz? Alg'on yelkanlar Alexander Green nomli asar. Bu sizga yoqdimi? Nechta taassurotlarga ega bo'ldingiz? Men bu kitobni o'qiganda ichine girib o'qidim. Shunday qiziqarli bir o'qisangiz, qachon o'qib bo'larkanman deb oxirigacha kutib, ichine girib, o'sha hayotda bo'lib o'qib, mazza qilib o'qiysiz. Barakalla, yana ham harakat eting, tabriklaymiz. Kitob o'qish nafaqat insonning fikrlashini, balki dunyoqarashini ham yuksaltiradi. Shu sababdan Aman School xususiy maktabimizda har bir o'quvchining kitob o'qishi uchun alohida e'tibor qaratamiz.